Xotan viloyatlik ma'rif idorasi 1-iyun axborot e'lon qilish yig'ini ochib, o'qish yoshidan burungi Uyg'ur bolalar uchun qurilgan atalmish yotoqliq maktablarning mavjudligini inkor qildi. Xitoyning Yer shari vaqt gazetining xabar qilishicha, Xotan ma'rif idorasi ota-onasi yig'ilish lagerlariga qamalgan yoki majburiy emgakka selinayotgan Uyg'ur farzandlarining yotoqliq maktablarda tutib turilayotganligi haqidagi xabarlarni bema'ni va asossiz deb atagan. Lekin Amerikadagi nopuzliq tadqiqot o'rinlaridan Randening bu yil mayda e'lon qilgan dokladida sunniy hamra rasmlari orqali Xotan shahrining atrofida 20 dan ortiq bolalar lageri borligi o'tirg'i qo'yilgan. 2017-yildan buyon Xitoyning keng ko'lamli tutqun qilish harakati elib berib, 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmonlarni lagerga qamishi, 100 minglagan kishini turmaga solish sababli yetim bo'lgan 100 minglagan Uyg'ur bolaning yotoqliq maktablar nomidagi lagerlarga avatilganligi ma'lum. Ilgilenishicha 2017-yildan buyon Sharq Turkistonda 4387 yasli qurilgan bo'lib, taxminan 662900 bola yotoqliq yasillarga elingan. Amerika Avam Palatasining boshlig'i Pelosi yangidan ma'qullagan Uyg'ur kishilik huquq qonunini 2-iyun seshanba kuni parlamentdan rasmiy chiqarib, prezident Trampning imzo qo'yishiga sundi. Pelosi 4-iyun Tiananmen maydoni voqeasining 31 yillik arifasida bu qonun loyihasini Amerika parlamentidan avatishining alohida ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Bu qonun loyihasi yo'lga qo'yilgandan keyin Amerika prezidenti Uyg'urlarni xo'rlagan va qamab qo'ygan Xitoy amaldorlarini jazolash huquqiga ega bo'ladi. Bu qonun loyihasini Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Marco Rubio 5-oyning 14-kuni o'tirg'i qo'ygan bo'lib, Kengash palatasi birdek ovoz bilan shu kunni ma'qulladi. Avam palatasi 27-may 413 biletning qo'llashi, bir biletning qarshi turishi bilan zo'r g'ulg'uli qo'zg'agan bu qonun loyihasini ma'qulladi. Amerikaning qonun chiqarish tartibiga asosan bu qonun loyihasi parlamentning ikki parlamenti tomonidan ma'qullangandan keyin prezident Trump bu qonun loyihasiga 10 kun ichida imzo qo'yadi yoki rad qiladi. Bo'lmasa bu qonun loyihasi avtomatik holda qonunga aylanadi. Angliya bosh ministri Boris Johnson Beijingning davlat bexatarlik qonunini Hong Kongda yo'lga qo'yishni qaror qilsa, millionlagan Hong Kong fuqarolariga Angliyaning pasporti va fuqarolik salohiyatini beradiganligini e'lon qildi. Boris Johnson Times gazetida mundaq deb yozgan: Hong Kongdagi nurg'un kishilar Xitoy davomlashtirishga va'da bergan turmush usuliga tahdid silayotdi deb qaraydi. Agar Xitoy amaldorlari bu yo'lni davomlashtirib, bu kishilarning andisini isbotlab bersa, Angliya bularga sal qaramaydi. Aksicha biz majburiyatimizni ado qilib, boshqa tanlash bilan ta'minlaymiz. Hong Kongda taxminan 350 ming kishida Angliyaning davlatlik chet el pasporti bor bo'lib, mo'ljallanishcha Angliya o'tirg'i qo'ygan yangi belgilama orqali 2.500.000 kishi bu pasportga erisha oladi ekan. Amerika Qatnash Ministerligi Xitoy Avasiya şirketining qarallik navbatchi aeroplanlarining to'xtaganligini xabar qildi. Ministerlik bayonotida mundaq dedi: Bu qaror Xitoy hukumatı Amerika Avasiya şirketlarining bu davlatga uchadigan Avasiya liniyasini davomlashtirishga yo'l qo'ymagandan keyin chiqarildi. Xitoy Avasiya şirketlarining Amerikaga uchadigan qarallik yo'lovchilar aeroplanlarining 16-iyundan boshlab to'xtatilganligi ko'rsatildi. Amerikada taftish mahkamasi 5-oyning 25-kuni qaratallik George Floydning bo'yniga qaslab o'ltirgan saqchi Derek Chauvinga qartilgan qotillik jinoyatini og'irlashtirdi. Minnesota shtatining Kengash palata a'zosi Amy Klobuchar mundaq dedi: Bosh taftish Kate Ellison Chauvinni 2-darajali qaslab o'ltirish bilan aybladi. Chauvin ilgari 3-darajali qaslab o'ltirish jinoyati bilan ayblangan. Shunga agar Chauvin jinoyati bekitilsa, 40 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Taftish mahkamasi boshqa 3 saqchini qaslab o'ltirishga yordam qilish jinoyati bilan aybladi.